Hozir yarim tun. Atrofingiz jimjit, lekin sizning ichingizda butun boshli stadion hayqirmoqda. Siz hozirgina hayotingizdagi eng buyuk nutqingizni so'zladingiz. Siz sahnadasiz. Yuzingizga oq chiroqlar nuri tushmoqda. Minglab odamlar sizning ismingizni aytib hayqirmoqda. Siz o'zingizni qahramondek, g'olibdek his qilyapsiz. Ichingizda qandaydir shirin, iliq, elektr tokiga o'xshagan tuyg'u oqyapti. Siz baxtlisiz. Siz hozirgina dunyoni zabt etdingiz. Lekin bir soniyaga to'xtang. Ko'zingizni oching. Siz hali ham o'sha tor qorong'u xonadasiz. Qo'lingizda oltin kubik emas, shunchaki batareyasi qizib ketgan telefon. Atrofingizda muxlislar emas, balki haftalab yig'ilib qolgan chang bosgan kitoblar, bitmagan ishlar va sizdan norozi bo'lgan reallik turibdi. Siz hozirgina shafqatsizlarcha o'g'irlandingiz. Sizning eng qimmatli resursingiz, ertangi kuningizni qurish uchun kerak bo'ladigan ruhiy quvvatingiz, iroda energiyangiz shunchaki havoga uchirildi. Siz o'z miyangizdagi arvohlar teatrini ham rejissyori, ham yagona qurbonisiz. Bugun biz sizning ongingizdagi eng xavfli qamoqxonani, miyadagi teatrni portlatib yuboramiz. Biz 4 ta dahshatli haqiqatni fosh qilamiz. Bu video yakunida siz yo o'z xayollaringiz qabristonida qolasiz, yoki reallikka qaytib, haqiqiy liderga aylanasiz. Teatr pardalari ochildi, aktyorlar tayyor, ammo bugun qurbon sizsiz. Keling, ilm-fanning qorong'u burchagiga nazar tashlaymiz. Inson miyasi koinotdagi eng murakkab kompyuter, lekin uning bitta dahshatli zaif nuqtasi bor. Miyangiz real g'alaba bilan xayoliy g'alabani farqlay olmaydi. Psixologiyada buni kognitiv simulyatsiya deb atashadi. Siz tunda yotib, kelajakdagi muvaffaqiyatingizni tasavvur qilganingizda, miyangizdagi virtual tegmental area, mukofot markazi, xuddi shu narsa reallikda sodir bo'layotgandek dopamin ajratadi. Dopamin bu shunchaki huzur, halovat gormoni emas. Neyrobiologiyada u ishtiyoq va harakat yoqilg'isidir. U sizni erta tongda turib, maqsad sari yugurishga, qiyinchiliklarga chidashga majbur qilishi kerak edi, lekin siz uni hozir kravatda yotgan joyingizda shunchaki bepul va shirin xayollar evaziga naqd qilib oldingiz. Tasavvur qiling, bir yosh tadbirkor bor. U hali bitta ham mahsulot sotmagan, lekin tunda yotib, o'zining Forbes jurnali muqovasida chiqqanini, intervyu berayotganini tasavvur qiladi. U bu xayollardan shunchalik kuchli dopamin oladiki, ertalab turganda oddiygina soliq hisoboti to'ldirish yoki mijozga qo'ng'iroq qilish kabi kichik, zerikarli va og'riqli ishlar unga dahshatli tuyula boshlaydi. Chunki uning miyasi uchun ish bitgan. Miya allaqachon mukofotni olib bo'ldi. Nega endi u real hayotdagi qiyin mehnat uchun energiya sarflashi kerak? Kel Newport o'zining Deep Work kitobida ta'kidlaganidek, yuqori natijalarga erishish uchun miya yuqori quvvatli diqqat rejimida bo'lishi kerak. Lekin xayoliy suhbatlar va muvaffaqiyatlar bu quvvatni qisqa tutashuga olib keladi. Siz hayotingizning nurini bugungi xayollaringizga yoqib bitiryapsiz. Siz tunda qirolsiz, lekin ertalab bir varoq kitob o'qishga irodasi yetmaydigan, ruhiy charchagan, diqqati sochilgan bir soya. Bu dopamin o'g'rilarining ishi. Ular sizni reallikdan uzib, xayoliy shirin zaharga o'rgatib qo'ydi. Har bir xayoliy rahmat, har bir xayoliy qarsak, bu sizning haqiqiy muvaffaqiyatingiz qabridan olingan bir siqim tuproqdir. Siz yillar davomida o'z miyangizda bitta qahramon yaratdingiz. U ertalab 5 da turadi, har kuni 100 sahifalab kitob o'qiydi. Uning tanasi po'latdek baquvvat. U millionlab pul topadi va hech qachon xato qilmaydi. Siz uni ideal men deb atadingiz. Va bu fojia aynan mana shu yerda. Siz o'z hayotingizni o'sha xayoliy qahramonning qurboniga aylantirdingiz. Psixologiyada o'zliklar nomutanosiblik nazariyasi shuni aytadiki, bizning hozirgi holatimiz va xayolimizdagi idealimiz o'rtasidagi masofa qanchalik katta bo'lsa, siz shunchalik chuqur tushkunlik, tashvish va o'zidan nafratlanish tuyg'usiga tushasiz. Siz bugun 15 daqiqa dars qildingiz. Bu aslida ajoyib boshlash. Lekin ichingizdagi o'sha ideal men darhol paydo bo'ladi va pichirlaydi. Faqat 15 daqiqami? Men bo'lganimda 4 soat to'xtamasdan o'qigan bo'lardim. Palonchiga qara, mana bu odamga qara. Seni yoshingda u nimalar qilib tashlabdi? Bu paytgacha shuncha narsani qilgan bo'lishim kerak edi. Sen shunchaki omadsizsan. Siz bitta kitob sotib oldingiz, u esa kuladi. Baribir o'qimaysan-ku.
men allaqachon butun kutubxonani tugatgan bo'lardim. Natijada sizning xayoliy qahramoningiz sizni harakatga keltirmaydi. Aksincha, har bir real harakatingizni so'ndiradi. Siz mukammallik quliga aylandingiz. Natijada esa oddiygina yaxshi bo'lishdan voz kechdingiz. Karen Horney asarlaridan birida buni mukammallik diktaturasi deb atagan. O'zining real ojizligini qabul qilish o'rniga xayoliy ideal menni yaratadi va keyin butun umr o'zini o'sha idealga yetolmagani uchun jazolab o'tadi. Siz hayotingizdan norozisiz, chunki siz o'zingizning real hayotingizni yashamayapsiz, balki o'sha xayoliy robotning talablariga javob berishga harakat qilib, kundan kun so'nib boryapsiz. Bugun o'sha ideal menni o'ldirish vaqti keldi. Siz o'sha suhbatni miyangizda 1000 marta qaytardingiz. U sizga shunday deydi, siz esa mana bu o'tkir gapni aytasiz. U hayratda qoladi. Hamma sizning haqligingizga qarsak chaladi. Siz o'zingizni har qanday vaziyatga tayyor deb hisoblayapsiz, lekin bu simulyatsiya xatosi. Miyamiz xayoliy ssenariylarni yaxshi ko'radi, chunki u yerda biz eng zo'rimiz. Siz o'sha suhbatdoshingizning nima deyishini o'zingiz belgilaysiz. Siz uning hissiyotlarini, javoblarini va hatto yuz ifodasini boshqarasiz. Bu xavfsiz, steril dunyo, lekin kognitiv psixologiyada overfitting degan dahshat tushuncha bor. Siz miyangizni bitta ideallashtirilgan ssenariyga shunchalik qattiq o'rgatasizki, u real dunyoning tartibsizligiga, xaosiga nisbatan moslashuvchanligini butunlay yo'qotadi. Hayotiy misol: siz ertaga muhim intervyuga yoki qadrdon do'stingiz bilan jiddiy suhbatga borishingiz kerak. Siz barcha savollarni va mukammal javoblarni xayolan tayyorlab oldingiz. Lekin real uchrashuvda suhbatdoshingiz siz kutmagan bitta so'zni aytdi yoki siz tasavvur qilmagan sovuq ohangda gapirdi. Tamom. Sizning miyangizdagi teatringiz qulab tushadi. Siz so'z topolmay qolasiz, yuzingiz qizaradi. Nassim Antifragile kitobida shunday deydi: ba'zi narsalar tartibsizlikdan va kutilmagan zarbalardan kuch oladi. Lekin sizning xayoliy simulyatsiyalaringiz sizni o'ta nozik qilib qo'yadi. Siz laboratoriya sharoitida zo'rsiz, lekin haqiqiy jang maydonida birinchi zarbadayoq miyangiz error beradi. Real hayot og'riqli. U sizni uyaltirishi, sizni mag'lub qilishi yoki kutilmagan savollar bilan shok qilib qo'yishi mumkin. Lekin faqat o'sha noaniqlik ichidagina siz haqiqatdan ham tiriksiz. Xayoliy ssenariylar sizni kuchli qilmaydi. Endi eng og'riqli va eng muhim savol tug'iladi. Bu zanjirdan qanday qutulish mumkin? Arvohlarni o'ldirish vaqti keldi. Bu sahifalar protokolining yakuniy chiqish yo'li. Bu yo'l oson emas, chunki u sizni shirin illyuziyadan ayiradi, lekin u sizni tiriltiradi. Birinchisi, 5 soniyada reallikka qaytish qoidasi. Mel Robbins o'zining kitobida yozganidek, miya sizni himoya qilish uchun har qanday harakatni to'xtatishga urinadi. Xayoliy suhbat yoki kelajakdagi muvaffaqiyat xayoli boshlandimi, darhol ichingizda 5, 4, 3, 2, 1 deb sanang va jismonan o'rningizdan turing. Xayolingizda ofis ochayotgan paytda siz shunchaki stolingizdagi bitta qog'ozni chetga suring yoki bitta og'ir kitobni oching. Shu kichik jismoniy harakat o'sha xayoliy teatrning poydevoriga urilgan dahshatli bolg'adir. Ikkinchisi, grounding mashqi. Agar xayol ichiga kirib ketsangiz va reallikdan uzilsangiz, darhol 5 ta tuyg'uni ishga soling. Hozir ko'zim bilan ko'rayotgan 3 ta narsa nima? Devor, qalam, soat. Qulog'im eshitayotgan 2 ta ovoz nima? Mashina ovozi, soat millari. Qo'lim bilan nimani his qilyapman? Stolning sovuqligini. Bu neyrobiologik darajada sizni xayoliy laboratoriyadan olib chiqib, hozirgi real dunyoga bog'laydi. Uchinchisi, ideal menni dafn etish marosimi. O'zingizga mukammal bo'lmaslikka, xato qilishga, uyalishga ruxsat bering. Marcus Aureliy aytganidek, bugun men noshukur, takabbur va yolg'onchi odamlarga duch kelaman. Bu normal holat. O'zingizning real ojizligingizni qabul qiling. Mukammal o'zingizni bugun o'ldiring. Uning o'rniga bir sahifa qiyin kitob o'qishga kuchi yetadigan, charchagan bo'lsa-da harakat qilayotgan tirik o'zingizni qabul qiling. Arvohlar bilan yugurishni to'xtating. Ular baribir yengil. Siz esa tirik inson sifatida og'irlikni ko'tarishingiz shart. To'rtinchisi, harakat bilan qarzni to'lash. Esingizda bo'lsin, ishlatilmagan bilim va amal qilinmagan xayol bu miyangizdagi qarzdir.
Har bir xayol surganingizda o'zingizga bu xayol uchun qanday haqiqiy narx to'ladim deb savol bering. Agar javob hech narsa bo'lsa, demak siz o'g'irlik qilyapsiz. O'z kelajagingizdan o'g'irlayapsiz. Sizning hayotingiz bu teatr tomoshasi emas. Siz aktyor emassiz. Siz real hayotdagi jangchisiz. Xayoliy arvohlar bilan band bo'lgan dunyoda haqiqiy tirik inson bo'lish bu eng buyuk qahramonlikdir. Har bir o'qilgan qiyin sahifa, har bir aytilgan noqulay lekin rost so'z, har bir qilingan og'ir mehnat bu sizning iroda mushaklaringizni chinakam o'sishidir. Teatr yopildi. Aktyorlar uylariga ketishdi. Chiroqlar o'chdi. Endi ko'zingizni oching. Siz bu yerda va hozirsiz. Siz yolg'iz emassiz. Sizning qo'lingizda hayotingizni o'zgartirish qudrati bor. Qani, birinchi haqiqiy qadamni bosing.